Oh, what's up, cheating noise? Demak, bugungi mavzumizda clothes and fashion mavzusini o'tamiz, ya'ni kiyimlar va moda mavzusini. Bo'lmasam, birinchi mashqimiz vocabulary, lug'at boyligi, kiyimlar. Match the words in the box to the photos. Qutidagi so'zlarni rasmlarga birlashtiring. Birinchisidan boshlasak. Birinchisi tie, bo'yinbog'. Ikkinchisi sunglasses, ko'zoynaklar, quyosh ko'zoynaklar. Sunglasses. Hop, endi bu yerda swimming costume. O'zi swim suitga ham mayli. Swimming costume berilgan ekan kitoblaringga. Costume deb yozib qo'yaman. Xullas, bu yoqdagi so'zda to'rtinchisiga bizda nimalar bor? Shoes bormi yo trainers bormi? Boots, cap, gloves, jumper, scarf. Trainers bor ekan, bularga mos. Trainers krossovkalar. Hop, trainers bo'lsa, hozir pastimizda demak socks. Ya'ni 5-ga socks, naskilar bor ekan. Mana o'sha socks, naskilar. Keyin boots bormidi? Etiklar. Hop, boots bo'lsa, endi bizda gloves, cap, jumper, scarf, suit, swimming shorts. Hozir biz bu yerga jumperni olamiz. Jumper. Bunisi swimming shorts. Hozir shuncha ham tayyor tekis emas, shuning uchun tushunasizlarda. Qani endi o'zi. Swimming shorts ketdi. Uzr, eslasang kasal tutadigan sichqoncham batareykasi o'chib qoldi. Hozir shuni almashtirdim. Shuning uchun ozroq pauza bo'ldi. Hop, swimming shorts belgiladik. Cap, gloves, scarf, suit. Pastda nima bor? Gloves bor. Gloves, qo'lqoplar. Bu yerda suit, kostyum. Bunisi scarf. Sharf. Va bunisi cape. Cape'ga yoki bosh kiyim, shlyapa, xullas farqi yo'q. Xullas hammasini bitirdik. Birinchi mashq tugagandan keyin endi ikkinchisiga o'tamiz. Hop. At the beach, on your feet, when it's cold. At your office. Kelingda ofis bilan boshlaymiz. Bunda so'rayaptiki, birinchi mashqimizda berilgan birinchi mashqimizdagi so'zlarni olib, mana shu kiyimlarni qayerda ishlatishingizni mana shu kalimalarga qo'ying. Ba'zi so'zlar bitta kalimadan ko'prog'iga borishi mumkin deb berilgan. Hop, demak, at work in office. Hop, bu yerda suit bo'ladi va tie bo'ladi. Kostyum va bo'yinbog'. When it's cold esa bu yerga gloves qo'yamiz. Bu yerda gloves bo'lsa, scarf qo'shamiz.
qo'lqoplar, sharf, boots, etiklar, hop, yana nimamiz bor? Sovuq kunga kiyish uchun. Jemper. Faqat jemper bor ekan. Jemper. Hop. On your head. Cap. Cap bo'lmasa, in sunglasses. Sunglasses bo'lsa, on your feet. Boots. Trainers. Sohilda. Swimming costume. Endi swimming ni o'zlaring yozib qo'yasizlar, menga baribir bu yozimga sig'maydi. Swimming shorts. Va sunglasses. Menimcha o'zi hech narsa qolmadi. Ana endi hop. Bu qaysi mavzu? Farqi yo'q, o'tib ketaveramiz. It's my pen. It's mine. D. Bu meni qalamim, bu meniki. Katta D bo'lib ketdi. D. It's your phone. It's yours. Seniki. Bu seni telefoning. Seniki, bu seniki. They are his books. Ular uning kitoblari. Ular uniki. Javob. They are our jumpers. Bu bizni jemperlarimiz. Ular bizniki. They are her pencils. Bu uning qalamlari. Hers ham B. Bular uniki. They are their bags. Bu ularning sumkalari. They are theirs. C javob. Ana endi ikkinchisiga. Look at the words in the brackets and complete the sentence with the correct determinants. This is my jumper and that's Cameron's jumper. His qo'yibdi. Clara qiz bolaniki bo'lsa, this isn't Clara's cap. I think that cap is demak, Clara'niki emas deyapti. I think that cap isn't. Yo'q, qanaqasiga Clara'ni qalbog'i emas, lekin Clara'niki. Tushunmayman. I think that cap is Hers'mikim. Hers'da boshqa nom yo'q-ku qiz bolaga. Nasib deyadi. I have got your mobile, but I can't find mine. Seni telefoningni oldim, lekin o'zimnikini topolmadim. This is my bag. Where is yours? Bu meni sumkam. Seniki qayerda? Yours deb yoziladi. That is your computer and this is ours. Bu seni kompyutering va bu bizniki. These are trainers and those are theirs. Chunki ikki kishi ko'pchilikka theirs. Correct the mistakes in the sentence. She watches TV in her free time.
Mana yoqqa hair qo'yib ketgan. Hair free time. Bu yoq tushadi. Mana shu o'rtadan bo'lib olamizda. Hop. Can I borrow you new bu juda yor qilamiz. Qolgan gap tushadi. It's a birthday on Sunday. I am having a party. Ani o'rniga may qo'yamiz. Mening. My mom wants me my some new trains for school. May bo'lmaydi. Me qo'yishimiz kerak. This jacket isn't yours. It's mine. Your emas, yours qo'yamiz. Sizlar ham qilib. Agarda sizlar buzilgan ingliz tili grammatikasini ishlatmasalaring. Hozir 4-5 yoshli bolachalar borki, YouTube kommentariyalariga you are deb qo'yishlar. Choose the correct words. Harry loves his hair, it's talking. Gary o'g'il bolasimi-ya? His qo'yamiz. Can you help me with your my menga yordam berishing kerak, meni uy vazifam bilan. Ya'ni so'rayapmizki, menga uy vazifam bilan yordam berilsam, o'zimiz haqimiz bo'lgani uchun may qo'yamiz. I have got your our stickers for the can. Or bu yoqqa gap jihatdan to'g'ri tushmaydi. Yorsam gap mazmuniga, grammatik jihatdan tushmayapti. Shuning uchun I have got your bo'lar. Menda sening chiptalaring bor. This book isn't mine. Gapni oxirida keldimi? Mine, ours, yours, mana shunaqa narsalarni qo'yasizlar. Agar gapni oxirida kelsa. The students are writing stories and their qo'yamiz. Grammatik jihatdan eng to'g'risi. Sarah left her dogs. Hair qo'yamiz. Gapni o'rtasida kelib, ya'ni aniqlovchi olmish bo'lib, shuning uchun hair qo'yamiz. Tepada ozroq ana ko'rganday bo'ldim. Lug'at boyligi ketdik. Xo'p. Bu aniq vul bo'ladi. Vol bo'lishi mumkin. Juda ko'p so'zlar bor, lekin bu mavzu bo'yicha vul bo'lishi kerak. Cotton bo'ladi, paxta. Leather bo'ladi. Mato, charm. Plastik bo'ladi. Chirimas buyum. Metal bo'ladi. O'sha elektr o'tkazuvchi, issiq o'tkazuvchi. Bunisi nima bo'lsa, kork. Korkdan boshqa hech narsani ko'rmayapman bu yoqda tushadigan. Cotton, leather, plastic, metal, wool. My shirt is made of mobile phones, internet, yuzmalarni. Albatta metal. 2ga metal qo'yamiz. Bir keyin ham chiqib kelaveradi. My winter because it's made of hop, wool bo'lishi kerak. Jundan yaratilgani uchun issiq. Water. Ular plastikdan yaratiladi. Ifloslanishning asosiy sababchilari. Sog'liq uchun ham zararli. Plastik orqali suv ichish. Lekin men o'zim ham plastik butilka bilan suv ichaman. Bilib turib o'z joningga qasd qilish. Maybe it's very expensive, but they are made of leather, cotton, leather. Charmdan tashkil topgani uchun ular issiq. Yo'q, qimmat. Uzr, adashib ketdim. Expensive, qimmat xullas. Cotton. Paxta oxiri chiqdi.
Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar men mavzudan oldin sakrab ketgan bo'lsam, orqaga qaytib kommentariyga yozib yuboringlar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar boshqa mavzularda ingliz so'ramoqchi bo'lsalaring, kitob bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, testlaring bo'ladimi, faqat shu Telegram kanaliga tashlayveringlar yo YouTube kommentariyani o'zib yozib yuboringlar. O'zim bajarib qilib beraman.